Keyin Moğollarning mustamlikasi oldu. Avval Moğollarning mustamlikasi oldu. Keyin Manjularning mustamlikasi oldu. Bu tarix Manjularning tarixiga ve Moğollarning tarixiga yozildi. Herkes bu Cumhur'un şan şerifi emas ki. Şunun o'xshash hozir keldik. Nayta logikada qo'ygan bir jumla shu bo'ptiki, siyoset nuqtai nazaridan aytganda Xo'ping apandi nima deydi? Sen Koreya yerim aranız ishga Chavshanni, Koreyani Chavshanni davlat deb e'tirof qilding. Amerika Qo'shma Shtatlarimi Tayvan bo'g'izida Tayvanni bir davlat, Jungoni bir davlat deb e'tirof qilsa bo'lmamdi ekan. Bu hazır vaziyatga o'zgarib so'zlanayotgan, o'zgarishi agishib, o'ttirib chiqayotgan gap ekan. Kelgusida bu siyosatga aylanmamdi, buni o'zi bir gap. Biroq sizlar ko'rib yetdinglarki, biz sizlarga boshdan oxir so'zlab keldik. Prezident Trump Oqsaroyga kirgandan keyin, ya Oqsaroyga kirmasdan burun saylandan saylanib chiqibla shu vaqtda Tayvanning prezidenti Sayyi bilan telefonda so'zlashdi. Muşuların özü bisharat xarakterli siyasetler idi. Bugünküçe Amerika Kongresi Devlet Meclisi'nden Tayvan doğrusunda ma'qullagan qonun loyihalari 3-4 partisidan eşip ketdi. Hatta Tayvan saylı seyahat kanunuga Prezident Trump öz qo'li bilan qo'l qo'ydi. O qonunni kuchga ega bo'ldi. Demak, ijro qilsa da bo'ladi degan gap. Tayvan Amerika munosabati quyuqlashib, mushu darajaga yetganda Xo'ping apandining yuqori qadar fikr qilishi bu to'g'ri ish. Biroq bizning nazarimizda Kuomintang ko'chman Xitoy. Ko'chman Xitoyga Tayvanda hukumat qurib turadigan ish bormi? Nemishqa Tayvan o'zi qurmaydi? Masalan, nemishqa o'zi mustaqil bo'lmaydi degan gap. Biroq hozir Xo'ping apandi Amerikalar siyosiy yo'llarning oldiga tashlayotgan masala ikki Koreyani, bir Chavshan bilan Koreyani Jungo e'tirof qilibdi. Mesela şunun o'xshash Amerika Qo'shma Shtatlari Tayvanni ham Jungo Kompartiyasining hokimiyatini e'tirof qilganda Tayvanni e'tirof qilsa bo'lmamdi degan savolni o'ttirib qo'yibdi hurmatli vatandosh. Leksiyalarimiz shu tugadi. Anglag'anlarga rahmat vatandosh.